sirli olam, sirli koinot, sirli zamin, sirli mavjudot. Ulug' maqsad bilan qadam tashladik. Yaxshi niyat bilan ishni boshladik. Alloh bizga bergan ushbu ne'matni avaylab asrashga biz bel bog'ladik. Davlating mustaqil yashashi uchun xohishing kifoya emasdir, do'stim. Allohga tavakkal deganing bilan mehnatsiz bo'lishing haqmasdir, do'stim. Payg'ambar aytganlar ashablariga: faqat duo bilan bitmas haq ishi. Tilak bilan oshsa amalga maqsad, joizmi rasulning ko'p qon to'kishi? Ozodlik ne'matin totmoqlik uchun ko'r qancha millatlar zahmat chekmoqda. Shahid bo'lganlar ham kundan kunga ko'p, mustaqil bo'lishlik mahol qolmoqda. Shulardan ma'lumki, bizga Xudoyim ulug' marhamatin dariq tutmabdi. Istiqlol tilagan bu ulug' xalqni mashaqqat mushkulda ko'p qiynamabdi. Qo'shnilar holidan ibrat olib biz ko'rgan kunlarimiz shukrin qilaylik. Mustaqillik uchun jon fido etgan insonlar nomini yodda tutaylik. Sirli olam, sirli koinot, sirli zamin, sirli mavjudot.